Sen bunga tayyormisan? Yo'q, lekin men buni qilaman. Qani ketdik. Ahmad o'z qilayotgan ishini menda ko'rsatishiga qaror qildim. Telbalik. Ha, men buni bilaman. Ammo uning ishini tushunishimga biror narsa yordam beradigan bo'lsa, bu ana shu narsa edi. Yaxshimisan? Ha, sovuq ekan. Shunday ham bo'lishi kerak. Bu ish sodir bo'layotganda men o'zimga butun vaqt davomida gapirmaslikka ahd qildim va men jarayonga kirishib ketishim uchun bor kuchim bilan harakat qilaman. Bu bir oz harakat talab qiladi, lekin men buni qilishim kerak edi. Shuning uchun men jim bo'ldim. O'zimni yuvilishi kerak bo'lgan jasad o'rniga qo'yib, sodir bo'layotgan hamma narsani o'z ichimga oldim. Xo'sh, qadrli birodarlar, subhanalloh. Biz hozir marhumni yuvishga tayyorladik. Ular shu yerda kafan bilan o'raladi. Bu oxirgi kiyim bo'ladi. Sadar qo'shildi. Men o'zimni bezovta his qila boshladim. Suvimizning harorati issiq. Men o'zimni makonsiz his qildim. Birodarimizning ismini aytib niyat qilamiz. Va bu yerda birodarimiz Kamol. Va biz aytamizki, men o'zimni noqulay his qildim. Go'yo kimdir mening shaxsiy olamimga bostirib kirayotgandek. Men qochib ketmoqchi bo'ldim, lekin qila olmadim. Shunday vaqtlar bo'ldiki, men qimirlashni xohlab aytgim keldi. To'xta, og'zimni yopma, ko'zimga sovun kirmasin. Lekin men buni bo'lishiga qo'yib berdim. Axir o'liklar gapira olmaydi-ku. ko'ryapsizmi, bu konfor. Unda juda o'ziga xos hid bor. Bu o'lim hidi deyiladi. Chunki ana shu vaqtda men shunchaki yuvilishi, kafallanishi va ko'milishi kerak bo'lgan jasad edim. Har bir inson boshidan kechiradigan safar. Va bu mening xayolimdan ketmagan narsa edi.